O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Afsonalar vodiysining shundoqqina ichida joylashgan mana shunaqa Novostroyka kvartiralarimizdan 2 xonali kvartira sotuvda. Kvartiramizga kirib kelishimiz bilan mana shunaqa chiroyli manzara kutib oladi va kirib kelaverish qismimizda mana bu tarafda kichkina joyimiz mavjud. Buni bemalol prixoshka mebellarni qo'yib olishingiz mumkin va bu tomonda kattalar uchun yotoqxonamiz qilingan. Buni o'zini balkonlariga ega. Koridor qismimizdan yurib kelganimizda mana shunaqa chiroyli rombik o'ynaklarni qilib qo'yilgan va bu tomonda kattagina mehmonxonamiz joylashtirilgan. Mehmonxonamizni ham ko'rib turibsizlar, kattagina. Eslatib o'taman, bu kvartiramiz 2 xona kattasi, ya'ni 80 kvadrat metrlik bo'ladi. Buni TV zonalarga mana shunaqa chiroyli remontlarni qilib qo'yilgan va mehmonxonamizdan chiqqanimizdan keyin buni yonida oshxonamiz joylashtirilgan. Oshxonamizga kirishimizdan oldin koridor qismimizdan to'g'ri yurib kelganimizda sanuzul hojatxonamiz bu tarafga joylashtirilgan. Sanuzul hojatxonamizning kafellari tayyor holatda qilib qo'yilgan va bu tomonda oshxonamiz joylashtirilgan. Oshxonamizni ham ko'rib turibsizlar, unaqa kichkina emas. Bu tomonga mebellaringizni bemalol qildirib olsangiz bo'ladi. Elektr montajlar bo'lgan. Bu tomonga ovqatlarni o'tirish uchun joylarni qilib olishingiz mumkin. Isitish tizimlari mavjud va bu tomonda o'zini alohida kattagina balkonlari mavjud. Ushbu kvartiramiz kommunallari keladigan bo'lsak, bilasizlar, Afsonada kommunallarda umuman muammo yo'q, hujjatlar 100% joyida. Kvartiramizning narxlari keladigan bo'lsak, narxlarni kelishuv asosida egalar nomerlarini videosida qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Namangan video kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.